Assalamualaikum şu. Can. O ne ketdi ki? Adamni vay xanım bir kelse, uz aça bir kelse deb, onunla çıkıtım yalvarıp, aran degende maqul deb kelsem, yok ya maxutun. Ayzımxandan qutulsam yerdi, Ayzımxanға tutuldum. Tova. Ay, men bilanlap qaldı bu xutulla. Balını men tuqsam, anısı işki çıkıp qaldı. Negimi ketken to? Muş xizmetçi ayallaniki yalğançılık edinma, muş kızımni okutmay degen men. Ayal kişi degenlik cadısı, ey! Aşı ocak beşi, bekti bişik keşi. Şocan. Assalamualaikum. Qanday qolasiz? Va alaykum assalom. Qanday abdamullah. Oy, tishim ondan turamiz. Asta, ma'rif idorasidan chaqirib ketgan qarang. Berib ham kelishim. Qani o'tiring. Sizlar boshliq, biz puqrab olgan ekan, qamni shivirdi xonim. Undaq deyman. Vallahining dadisi-chu, birlik kelmabsizlar-ku. Şojan. Men mushunda ayol kishi bilan kurashgan vaqtimda erimni akitga odatim yo'qkan qolasizlar. Men bo'lsam bo'lmamda. Yaqay bo'ladi. Bilan demakchi bo'g'nim qarang. Mava ballarning ish to'g'riliq so'zlashadigan bo'lgandan keyin, oila boshlig'i bo'lgandan keyin deyman. Hech qisi yo'q. Men bo'lsam bilaverdi. Ma'qul. Maqalislar, men dadisi bilan maslahatlashib bo'ldim. Biz Zulfiyaxonni o'qitmayotgan bo'ldik. Mushu fikrimni mayli Ayzımxonimga ne chiqatim degan. Lekin ava xotun silgimini chaqishtiribdi. Yaqay, voy, bu xonim nimanchi mening balamga amroqda qolasizlar? Biz degancha qarang, hamma o'quvchilarga amroq. Qizingiz Zulfiyaning o'rganish natijasi shunday yaxshi ekan. Bunday yaxshi o'qigan bolalar maktabda o'qimasa bek afsunarlik ish bo'lmasmi? Afsunarlik ish olmaydi xonim. O'qimasa agitiga. Voy, nima qita o'qidim deb uzdin eg'ir somkini ko'tarib, uningdan vaqo qalislim shu bola ko'targan yaxshiroq. Voy, tova. Voy, o'tiga o'zimni bir bolig'i. Bu ishlarga sal boldurma qandaq. Baldu emas Şojan. Bek vaqt o'tib kelsa yigilab qoldi. Otisini kichik agam, mana guldek 3 bolasini baqib o'ltirdi. Erining topgan tagini yeb, xanishdek turmush kechiryapti desizlar. Onun üstüge Zulfiyaxonmi o'qib Ershalaga chiqmas. Oy, maaşını iri xajlamta onunki. Onundan qizval deganda o'qitganning foydasi yo'q xonim. Uyda Voy, qarang, qizval deganda texim o'qitish kerak. Chunki ular avlod tarbiyalaydi emasmi? Bola tug'ish deganni hamma ayol qila oladi. Lekin bola tarbiyalashchi. Nemishqa bizning bolalarimizni bilimlik, yuqori sapalik onalar tarbiyalasi bo'lmaydi ekan, ha? Şojan. Voy, nim demakchasizlar? Men minut. Nim degan gap ha? Men savotsiz o'qimagan oila. Kechiring. Men bunda demoqchi emasdim. Asli chaqlarda savotsiz xotinlar tug'ib bola tarbiyalanmaydi demlar. Aynan men tarbiyalagan bola obdan bo'lg'achqa hammalar asli ollamanga. Balı ve kış degan bir anda bir bal terbiyelash ters emas o. Yig'lagan chaqda tamoq qilib, uyqusi kelganda uxlatib, ochig'ini kelgursa, desizlar ancha-muncha pok urib qolib, cho'nqib tashlab qo'yib cho'nglaverdi bal degan. Voy, jinim qarindishim, hozir davr o'xshamaydi. Buniki bizning bolalarimiz o'qimasa jamiyat o'rin topolmaydi. Hatto o'zining jinini boqolmasligi mumkin. Hozir raqobat bek o'tkir. Voy, kim deydi xonim jinni boqolmaydi deb? Agvasak eri boqdi. O'g'limiz nimicha ertagin o'ylab qo'ysak, dadasi bilan do'kon ochdi. Shunga men bir hozirgacha anglab boqmadim, o'qimagan odam ulab qotgan deb. Hammadan bizning rizqi bilan cho'ng o'tidizlar. Voy, to'g'ri deysiz. O'qimaganga ulab qolmaydi. Lekin jonsiz qurtdak nimjon yashaydi. Burun biz bilikcho'ng kuchtingirlarni cho'ng bilatdik. Hozir dunyochi bilimi bor, yuqori sapalik odamlarni aytib olaydi. Nemishqa bizning farzandlarimizni olim bo'lsa, shoir, doktor bo'lsa, faylasuf bo'lsa deb orzulamaymiz. Odam yashash uchun tamoq yeydi. Tamoq yeyish uchun yashamaydi-ku. Qarang.
şu ballarını okutmayıvatkan bir kısım ata-analarımız aşı farzandlarini tamak yiyish için yaşashga odatlantirib bu bekmi qo'rqinchli. Nimasi qo'rqinchli Sho'jang? Qosaqasi tamak yeydi. Oy siz tamak yememsiz. Oy rost anlasam şu halkı hizmetçi xotinlar uruqlaytdiq deb jampimu, menpimu deb tamak mı yemeytmiş. Qalınam ne? Ben qosqaması tamak yeytme. Uyqum kelsa bir plan uxlaytma. Şuna bedenim şunda sağlam yigin içkendek, sok sandeldek, do'tday soqqan potayday turtni. Aslidan Hocam. Ras. Siz hakikaten pek yaxshi turibsiz. Am gapimizning mazmuniga kelsak, mana Zulfiya qiz dars haqiqatan yaxshi ekan. Uning o'qish qizg'inligi shunchalik yuqori ekan. O degan ishxonamga kirib opamni qayil qilib bergan bo'lsangiz, mudir deb yig'lab ketdi. Ay kichik o'g'limni o'qitmaymiz deb aytibsizlar. Ha? O balaning o'qish darajasi shunday yaxshi ekan. Bu 2 yil balaning shunday o'qish qizg'inligi bor bo'lsa, nima qilasiz bu balalarni unda azoblab? Uning ustiga hozir ma'rif degan haqsiz bo'lsa. Vijin, voy shupuragiz. Hamma gapni deb bulapti. Maqamizlar Sho'jang. Bala bizning. O'qitmantimiz o'zimizning ishi. Maqalislar, bek o'qib kelsa qalislar bala degan. Haqqaslarday beynidisi ishkini deb ertog'in erining uyida tamak yemay, tayoq yeb qalamti deb ansirab qatgan. Uning ustiga vaqo qalislar. Ma kichigi o'g'limiz sal shoh, kapsiz cho'ng'ilab qoldi. Shunga unimi bururuq bir hünerg verip bir o'zininki yo'lni teppasin dedik. Mushu tizimlikni bir ko'rib boqamsiz. Sho'jang adam zanglik qilamlar. Voy yaqay, men xatni aytma xanam, bayon dedim sizlarga savol. Allah kechiring. Buchu qarang. Mush o'qimaslik sababidan yo'ldan ozgan, yomon yo'lga kirib qolgan bir qism bolalarning tizimligi. Buni biz tutib turish o'rnida olib keldik. Ularga qarasangiz, yürekleriniz yetişidi. Ulama hazır aşı illik sınıflarda, aşı ata-analarning illik qo'ynida yaşlı to'g'ri bo'ladi. Ulama kelgizide el yurt tayfib qo'shadigan yaramliq odam bo'lsa to'g'ri bo'ladi. Lekin nodonlik ularga ofat bo'ldi. Assalomu alaykum mudir. Voy, va alaykum assalom. Qanday ahvolingiz? Qanday ahvoling yaxshi tudingmi? Balning cho'ngi. Zulfiyaning ochisi. Ha, shundaqmi? Qani, kelib o'tiringlar. Hoş geldin mi yerga? Ana, jinim ana. Men az Zulfiyaning ochisi. Yaxshi o'tibsan. Ana, degan gaplaringni tala turib bir angladim qara. Mushu ayni vaqtda mening zulfiyachilik aqlim yo'q ekan. O'qitmaymiz desanglar ham o'qimabdiman. Mana endi mening saboqdoshlarim o'qish bitirib kelib, yurtlarimizda xizmat qilyotdi. Men bo'lsam 3 bola bilan uyda. Erim ishsiz. Erimni biror ishning peshin tutib qilsangiz bo'lmamdi desam, xinam, shirkatlarga o'qigan odam lozimkan deb menga hurpiydi. 3 bolam bo'lib qolganda, menda nima iloj deysan jinim ana? Zulfiyanimi o'qitayli, erkinmi o'qisin? Ularni erkek qo'yversak, oqqanni faqatmaytgan odam bo'lib qolmasin jinim ana. Voy xanam, sizning bo'lapsa, ha? Ondan olduasınız, ondan keyni, ha güldek çırayınız, altındek 3 balınız var. Sizdek git degenmey oturup qalgan qizlardan samanda yazırdık. Voy jinim ana, erkekdagisizlar insapma. Erimni o eski demaytma. Ötgende kichik balam ağrıp qilib men oshxonada tamoq etayotgan. Xapamay balning bir darisini uchirib qo'yanglar desam, qaynonam bilan balning darisi bir yerda ekan, ikkisini aralashtirib o'tib, qaynonamning darisini uchirib qo'yapti. Shuning bilan o kichik bola kichikcha ağrıp chiqdi. Doktorxonaga olib oshqozindan chatoq chiqibdi deb oshqozinni tozalatdik kichikkina balning. Bu nima qilganingiz desam, dori ekan, uchiribdimi xanam, o'zingiz uchirsangiz bo'lmamdi deb menga to'laydi. Tova. Vay ma iring degan sarangning go'mishani silbaygan aslida. Voy jinim ana, bundaq gapni deb kelsam, bizning uyda bundaq g'alati ishlab baxchiq. O'tganda kiribdi. Xotin ishlamning oyog'ini bukib bergan. Boshqaldan anglasam, o'shiqning to'pisida ishdan kelsa savobgan deb. Yana bir kuni kiribdi.
xotin avo ishdandan keyin oyg'ini tushirib bergan, yana birisidan anglasam, shu o'z asli bo'yicha kiysin bo'laverdi ekan deb. Voy jinim ana bundaq ishni so'zlab kelsam, g'alati ishlab bekchiq. Tova. Voy ma, davlat qarim do'kon ochmadimi? Yo'q. Voy men taqsini rohat turmush ko'chaydi deb og'zimni tatib yurdim. Anda devamiz xonim. Shu qali ana, hamma gapni seni sana deb bo'g'lamayotgan, seni azoblamay deb demedim. Shuningga ukilarim o'qisin, mendek bo'lib qolmasin, yurt xalq oldida e'tiborli odam bo'lib yashsin jinim ana. Shundoq. Qizingizning degan to'g'ri. Emisi Sho'jan. Ha? Sizlar bizning Zulfiya xonni yaxshi oliy maktabga o'talaydi deb menga bir kapolat turalamlar. Undaq kapolatni beramayman. Lekin qizingiz Zulfiya hozirgidek mashunda tirishib o'qiydigan bo'lsa, cho'qim nuqtliq oliy maktablarga o'talaydi. Inisi Erkinningmi o'g'nish xil yaxshi ekan, sal kapsizroq deydi. Lekin meningcha maktab tarbiyasi bolalarning jamiyat qonqib yurganidan ming afzal emasmi? Qanday dedim singlim? To'g'ri dedingiz. Sho'jan. Endi biz ma 3 xotin yerda ko'tildab o'qitmaydik degan bilan, bizning uyda meni boshqurtgan bir emininki shuna men o'sha odamdan bir o'qib ankilay xonim. Voy bo'ldi. Jinim ana. Zulfiya ikkimiz dadamni qayil qilib bo'ldik. Dadam bizga faqat chidamaydi. Buni bilsan-ku. Ana, ma yumshoq qo'shib. Hachadan bo'pti. Hasadgadoy. Meni niyaga yo'lga sap qo'yib, ikki qizning cho'ltikiga uchib ketibdi. Satulabdi Sho'jan. Voy, eshitdim. Endi o'sha odam qatilgan bo'lsa, siz qatildingizmi? U odamning gapini yig'lamaydi o'tadi. Rahmat, jinim ana rahmat. Rahmat. Sizga rahmat jinim singlim. Rahmat. Sizga rahmat mudir. Sizdek mas'uliyatchan o'qituvchilar bo'lg'achqa, mening ini singillarim maktabda xushal-xuram o'qiydigan bo'ldi. Rahmat mudir. Arzimaydi. Sat oldu Sho'jan. Emis önde gap qilsag'am bo'lsam bir qapomizlar. Eshqisi yo'q. Kallamni sal joyida emas, ma'qul. Ma'qul. Qaytinglar ma'qul Sho'jan, ma'qul. Gerçi yuqorqi hikoyaning xotimasi bizning orzuyimizdek oxirlashgan bo'lsa-mu, lekin aramizda oz sonlik ota-onalar yanada bolalarni o'qitmaslik tarafdori. Amaliyotda bayatın jigit beshi aytganidek, bolalarimizni o'qitmaslik bizning zavolliq 10 qadam yaqinlashganligimizning dalilidir. Bu haqda marhum shoirimiz Ro'said apandi Avlod G'aymi nomli she'rida mundaq to'xtalgan ekan. Gerçi Maripa